Asakabank Qo'qon filiali tomonidan O'zbekiston tumani Islomov edi. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 110-konturga qovun mahsuloti ekilgan. Hozirda bu qovun mahsulotlari bir qismi pishib, sotish jarayonida. Dehqonlarimiz tomonidan hozirgi bu dehqon xo'jaliklari tomonidan bu qovun mahsulotiga ishlov berish jarayonida bir qismi o'sha sotishni boshlagan, sotish jarayonida, bir qismi yana bir hafta 10 kun ichida sotishni boshlaydi.